Davlat rahbarining respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarorda belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarining hamkorlikdagi faoliyati yo'lga qo'yildi. Ichki ishlar vazirligi hamda uning hududiy bo'linmalari va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent viloyat Chinoz tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirida noqonuniy qimorxona tashkil etish holati aniqlandi. 1967-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida moddiy manfaat evaziga 10 nafar fuqarolar ishtirokida noqonuniy qimor o'yinlarini tashkil etib kelgan. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qimor o'yiniga tikib o'ynalayotgan jami 140 million so'm pullar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda qimorxona tashkilotchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qolgan shaxslarga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 191-moddasiga asosan qonuniy chora ko'rildi. Eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.